Assalomu alaykum. Kanalimizning muxlislari, Alman Building'ning obunachilari. Bugun men sizlarga Germaniyaning Green kartasi haqida, ya'ni Deutsche karta haqida gapirib beraman. Deutsche karta nima? Deutsche kartaga qanaqa qilib qatnashsa bo'ladi? Deutsche karta orqali qanaqa viza olib Germaniyaga kelsa bo'ladi? Deutsche kartaning narxi necha pul va qancha xarajat ketadi sizdan Germaniyaga yetib kelishingiz uchun? Shular hammasi haqida hozir men sizlarga gapirib o'taman. 1-yanvardan boshlab Germaniyaga Alman Group kompaniyasi tomonidan Deutsche karta dasturi chiqarildi. Bu qanaqa dastur? Bu dastur orqali 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan har qanday O'zbekiston fuqarosi yoki Tojikiston, Turkmaniston fuqaroligidan qat'iy nazar har qanday odam Germaniyaga viza olib kelishi mumkin. Qatnashish narxi 100 yevro. Har 100 ta odamdan bittasiga albatta viza chiqadi. Tanlov qur'a tashlash orqali amalga oshiriladi. Bu bizdan shunaqa aksiya sifatida 2026-yil uchun chiqarilgan dastur turi. Bu hozir pilotniy dastur. Agarda bu dastur yaxshi ishlasa, odamlar katta qiziqish bildirsa, bu dastur keyingi yilga ham qoladi, keyingi yilda ham buni amalga oshiramiz. Endi qatnashish shartlari qanaqa? Siz bu dasturda qatnashish uchun bizning firmamizda 100 yevrolik xizmatidan foydalanishingiz kerak. Endi siz 100 yevroga Deutsche kartaga qatnashdim deb havo sotib olmaysiz. Sizga 6 oylik nemis tili kurslari beriladi. Siz 100 yevro bilan ham 6 oylik nemis tili kursida o'qiysiz, ham Germaniyaga kelish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Har 100 ta odamdan bittasiga albatta viza chiqadi. Biz unga qanaqa viza tayyorlab beramiz? Viza turi o'quv kurslari, nemis tili kurslarini Germaniyada o'qish vizasi beriladi. Bu viza bo'yicha har qanday odam kelsa bo'ladi. Nimaga aynan shu viza turini tanladik? Sababi til kurslari vizasi barcha odamlar uchun. Sizda diplomingiz bormi, yo'qmi, ma'lumotingiz qanaqa, yoshingiz nechida? Bu yosh chegarasi 45 yoshgacha. Endi shularning barchasiga masalan viza turi orqali, shu viza orqali kelsa bo'lganligi uchun biz shu viza turini tanladik va shu viza turini qilib beramiz. Agarda sizni masalan hujjatingiz Fachkraftga tortsa, viza turini o'zgartirib Fachkraftga ham o'zgartirib berishimiz mumkin. Endi o'quv til kursiga keladigan bo'lsak, til kursi vizasi bo'yicha Deutsche kartani yutgan odamga biz albatta moliyaviy tomondan ham yordam ko'rsatamiz. Til kursi vizasi bo'yicha til kursida o'qish pulini ham biz to'lab beramiz o'zimizning kompaniyaning yonidan va hujjatlarni ham tekinga qilib beramiz. Eng zo'r tomoni bloklangan hisob raqamingizga ham biz pul qo'yib beramiz. O'sha bloklangan hisob raqamingizdagi pul sizni Germaniyadagi yashashingizga yetadi. Biz o'sha pulni ham qo'yib beramiz, vizangizni ham chiqarishga yordam qilamiz. Deutsche karta vazifasi, biz pul ishlamoqchi emasmiz bundan. Ko'proq odamni, yosh, bilimli, o'zini masalan qurbi yetmaydigan, mablag'i kamroq bo'lgan insonlarni ham Germaniyaga kelishiga yordam ko'rsatmoqchimiz. Endi yutmaganlar keyingi oyga o'tmaydi. Keyingi oyda agarda siz masalan 100 ta odam keyingi yiliga kirmoqchi bo'lsangiz, yana 100 yevrolik bilan qatnashishingiz mumkin. Bu omadni sinab ko'rishi. 100 ta odam degani bu lotereya uchun yomon emas, qur'a tashlanishi uchun yomon emas. Onlayn o'tkaziladi. Barchasi onlayn, kompyuter tanlaydi. Bunisini ham biz yaxshilab yo'lga qo'yamiz. Biz hech qachon o'zimiz qog'ozchaga yozib, qur'a qilib, qopchaning ichidan olib lotereyani o'tkazmaymiz. Albatta kompyuter orqali kompyuter tanlab, kompyuterdagi programmalar, internetdagi programmalar, saytlar orqali tanlattiramiz. O'shalar tanlattirib onlayn tarzida va jonli efir tarzida o'tkaziladi. Har bitta bosqichimiz jonli efir tarzida o'tkazib, o'sha yerda tanlanadi. Kim masalan yutgan bo'lsa, albatta vizasini qilib beramiz. Batafsil ma'lumotlar, batafsil shartlarga biz link qoldiramiz. Linkdan o'tib, bemalol ko'rib chiqib, tanishib chiqishingiz mumkin. Yutmay qolgan taqdiringizda ham siz 100 yevroga 1,5 million so'mga 6 oylik nemis tili kursini sotib olyapsiz. Bu yomon natija emas. 6 oylik nemis tili kursi oyiga 250 ming so'mdan sizga tushyapti. Bu juda yaxshi. Yo nemis tilini o'rganasizda, baribir Germaniyaga kelasiz. Tilni o'rganib yoki omadingiz kelib qolsa, siz bemalol Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri kelishingiz mumkin. Buning ichiga albatta sug'urtangizni ham qilib beramiz. Sug'urta ham, barcha hujjatlar ham kirib ketadi. Agarda masalan 100 yevroga o'sha inson yutgan bo'lsa, shu o'yinimizda barchasi kirib ketadi. Barchasi qonuniy shartnoma asosida. Siz qo'lingizga shartnoma olasiz. Shartnoma tuzilganligi to'g'risida prosta kartaga tashab, unaqa qilib, nima deydi? O shartnomasiz bo'lgan joyi bo'lmaydi. Albatta siz qatnashasiz, albatta siz yaxshi natijaga ega bo'lasiz. Endi asosiy sharti bitta odam, bitta bosqichda, bitta o'yinda faqat bitta slot beriladi bitta odamga. Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, men 1000 yevro berib 10 ta bilet olaman deb. Yo'q. 10 ta bilet berilmaydi. Bitta odamga faqat bitta bilet. Almashtirish shartlari. Agarda siz masalan bunga qanaqa qilib qilsangiz bo'ladi? Agarda ota-onangiz
xotiningiz, aka-ukangiz ham qilingan bo'lsa, ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, oilada 5-6 kishi bo'lsanglar, agar 5-6 kishi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, 5-6 kishi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bittasiga agarda chiqib qolsa, oila a'zolari ichida almashtirish mumkin yutuq egasini. Lekin yutuq egasi almashtirilmaydi. Albatta, yana shartlaridan bittasi bizga obuna bo'lgan bo'lishingiz shart. Bizda Instagramimizga, bizda YouTube'imizga obuna bo'lgan bo'lishingiz shart. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz ham bu narsani agar yutgan taqdiringizda ham yutuq hisoblanmaydi. Bu shartlarimizda yozilgan. Albatta, siz masalan Germaniyaga kelayotgan paytingizda sizda masalan biz albatta turar joyi bilan ham ta'minlab beriladi. Bu shunaqa dastur, stipendiya dastur. Ko'proq bu kimlarga mos? Talabalarga, yoshlarga mos. Endi ko'pchilik masalan talabalarga Germaniyaga o'qishga kelmoqchi bo'lganlarga bu mos. Stipendiya 6 oylik stipendiya yutyapsiz hisobda. 6 oy mobaynida sizga masalan 1000 yevrodan pul kelib turadi. Yutgan odam mazza qiladi. Endi qolganlarga endi masalan yutmaganlar xafa bo'lmasdan shu yutgan odamga xursand bo'lib qo'yaverasizlar. Shu tomondan Deutsche Karte bu zo'r dastur. Endi bu ham masalan agarda davom ettirishimiz uchun odamlar qatnashishi kerak. Endi bizga ham masalan 10 ta odam qatnashsa, biz bu lotereyani o'tkazmaymiz. 100 ta odam qatnashsa, biz albatta o'tkazamiz. Sababi odamni masalan bizga masalan pul qolmasin. O'sha odamlar masalan puli yig'ilib bitta joyda bitta odamga yordam bo'lsin degan maqsadda o'tkazilyapti. Shunaqa maqsadga masalan kim rozi bo'lsa, omadini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, 1,5 million so'm O'zbekiston uchun ham juda katta pul hisoblanmaydi. Hozir masalan bitta choyxonaga kirsangiz ham 1,5 million so'm, 4 ta o'rtog'ingiz bilan kirsangiz 1,5 million so'm pul ishlatib chiqasiz. 4 ta o'rtog'ingizni chaqirsangiz choyxonaga hamda. Bu dasturning masalan eng zo'r tomoni, siz 100 yevro bilan haqiqatan Germaniyaga kelasiz. Biz bunga masalan javobini beramiz. Agarda siz masalan vizaga elchixona sizga rad qiladigan taqdirda, bizda masalan birorta qarindoshingiz bo'lsa, yaqin qarindoshingiz, akangiz, ukangiz, ota-onangiz, siz uchun xotiningizga biz masalan yana bir marta hujjat qilib beramiz. Agarda o'shanda ham elchixonadan rad olingan taqdirda, o'sha 100 ta odamning ichidagi lotereya yana boshqatdan o'tkazib beriladi. Barchasi onlayn tarzida har doim o'tkaziladi. Video otchetlar har doim bo'ladi. Yutgan odam Germaniyaga yetib kelganligi hammasi videoga olib qo'yiladi. Shular orqali masalan hammasi o'zining tasdig'ini topadi. Barchangizga omad. Deutsche Karte dasturida qatnashing. Hamma Green Card o'ynardi. Endi mana Deutsche Karte o'ynab, bemalol Germaniyaga kelish imkoniyatiga ega bo'ling. Barchangizga omad tilab qolamiz. Sizlar bilan Alman Vizum kompaniyasining vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisi G'anishar Sagdullayev bo'ldi. Alman Group kompaniyasining boshqaruvchi direktori. Barchangizga omad, Germaniyaga kelish nasib qilsin.